to'yim kuni men kelinman. Kuyov kelguncha zakaz tikaman. Hatto to'ydan oldin 2 kecha uxlamasdan zakaz tikaman. Lavz qilganman, tikishim kerak. Shuncha uzoq yo'ldan olib kelgan, hurmat qilib olib kelgan, xafa qilmay deb kiyim tikaman, ya'ni zakaz tikaman. Lekin hozirgi aqlim bo'lganda, hozirgi emas, hatto to'ydan keyin ham pushaymon bo'lganman. Lekin kech bo'lgan, chunki men kelinlik, ya'ni to'y shavqini sezmaganman. Faqat shu tez-tez zakaz tikib berishim kerak. To'yim bo'lyapti, men kelin bo'lyapman degan hissiyot bo'lmagan. Tez-tez tikishim kerak, berishim kerak. Shunchalik ishimga berilganman. Lekin bu yerda kimdir aytishi mumkindir, bu pul uchun yoki pul uchun shunday qilgansan. Yo'q, bu pul uchun emas. Hamma narsa pulga bo'lib taqalmaydi. Pul uchun emas. Shunchaki shuncha uzoq yo'ldan olib keldi, nechta tikuvchini oldidan o'tib menga olib keldi, hurmat qilib deb tikaman. 2 kecha kunduz uxlamasdan, yana to'ydan oldin tikkan zakazlarim uchun klientlarim mendan minnatdor bo'lishdimi? Rozi bo'lishdimi mendan? Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni bir kommentariyada yozib qoldiringchi. O'zi bunaqa qurbonlik qilish kerakmi klient uchun? Fikringizni kutib qolaman. Agar hozirgacha videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling, bitta yurakchani qizartirsangiz ko'ngil uchun juda xursand bo'lardim. Profildagi silka orqali Telegramga o'ting va kanal va muloqot uchun gruppaga qo'shiling. Savollaringiz bo'lsa bering, javob beraman va pullik va bepul videolar haqida o'sha yerdan ma'lumot oling.